Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomini anglag'aysizlar. Toshkent. Bu yil kuz yaxshi kelganlik uchunmi yoki suyimli xonishi Qorko'z begim bilan ko'proq birga bo'lishni istadim. Aytavur, Tomuzdan boshlab shaharning sirtidagi havoliq Chorbeg'iga chiqib olgan Sulton Mahmudxon o'rdaga qaytishni xiyoliga keltirmay, kunlarini bazmi ziyofatlar bilan o'tkazib o'tadi. Uning Qorko'z begimga ko'ngli tushib qolgan edi. Shaharda tursa, o'rda ishlari oz kelgandek, haramdagi xonish banolari bir-birining ustidan tatlab, beshini og'ritadi. Sulton Mahmudxonning Qorko'z begimni elib, shaharning sirtiga chiqib ketganini bilgan xonishlar dastlabda g'avg'o ko'tarib baqdi. Har qaysi o'z oldiga choparman avatib, bog' saylis qilish muddasini bildirishdi. Ammo Sulton Mahmudxon hech qaysining talabiga javob qaytarmadi. Ular kutganidek javobga erishmagandan keyin oradagi rashk adovatlarini qayirib qo'yib, cho'ng xonishni org'a soldi. Shu kunlarda barliq ishtiyoqi bilan Qorko'z begimga bog'lanib qolgan Sulton Mahmudxon boshqa xonish banolarini butunlay unutib ketgan edi. Cho'ng xonish o'zining shoh avlodlik salohiyatini pesh qilib, Sulton Mahmudxonning shahar sirtidagi ko'chma o'rdasiga kelganmi bo'ldi. Biroq Sulton Mahmudxon qilchilik yuz xotir qilmay, bir buyruq bilan uni haramga qaytarib etdi. Shuning bilan xonishlarning g'avg'osi besiqqan bo'ldi. O'rda ishlarini ishonchlik, sadoqatman do'sti Muhammad Husayn Mirzaga tashlab berib, xotirjam bo'lgan Sulton Mahmudxon kunlarini Qorko'z begim bilan muhabbatning shirin damlariga cho'kib o'tkazib o'tadi. Samarqanddagi xonlik madrasasida zamonasining katta ulamalarining tarbiyasiga noil bo'lgan Qorko'z begim Xo'ja Nasriddin Abaydullo Ishonning orig'i tushib sulh qilishi bilan Sulton Mahmudxonga yotliq bo'lib, Toshkentga kelgan vaqtda 40 to'g'lik qizmili qatorida bir necha sondiq kitobni birga olib kelgan edi. Ana o'sha kitoblarning orasida Hirotdagi Sulton Husayn Boyqaraning o'rdasida muhrdor bo'lib yashayotgan buyuk shoir Alisher Navoiyning bir necha parcha kitobi bor edi. Qorko'z begimning she'r yozishga alohida havasi bor edi. Uning bu havasi asldan she'r yozishga havas qiladigan, xush tutib qolganda ancha-muncha she'r yozib qo'ydigan Sulton Mahmudxonning she'riyatga bo'lgan havasini qaytadan qo'zg'ab qo'ygan edi. Har kuni sharob ichib, so'z anglashdan, raqqoslarning usulini ko'rib, o'rda qiziqchilarning latifalarini anglashdan zerikkan Sulton Mahmudxonga Qorko'z begimning da'vat qilishi bilan she'r o'qish, sirkay holatda ancha-muncha she'r yozish, boshqacha ma'nolik bugun nashtadan keyin tuyuqsiz kelgan ilhomning turtkisida qo'liga qalam olgan Sulton Mahmudxon yozgan g'azalining oxirini ko'nglidagidek tushirolmay, xeyli zo'riqdi. Qorko'z begim uning diqqatini chashmaslik uchun qo'lidagi devon sakkokini ichida o'qib o'tadi. Sharob! Keli qurib ketgan Sulton Mahmudxon yanidagi xiyol surib turib qolgan Mahramga go'laydi. Mahram cho'chib esini yig'di-da, siraning bir bo'zigitga quruqtilib qolgan hiqiq jamg'a sharob qo'ydi. Sulton Mahmudxon sharobni huzurlanib sumirgandan keyin nazarini bir yoqda o'tirgan Qorko'z begimga og'dirdi. Shu topda Qorko'z begim barliq asyodi bilan qo'lidagi kitobga berilib ketgan edi. Malikamni shunchalik maftun qilib olgan Sakkoki hazratimning qaysi g'azalikin? Qorko'z begim kitobning beshini ko'tarib tatliqini kulimsirdi. An hazratim anglashni xohlamdikin? Sulton Mahmudxon malikaga o'tliq tikilib turib javob berdi. Ming jon bilan. Qorko'z begim nazarini kitobga qaytib o'tkazdi-da, she'r o'qishga boshladi. Ko'rib guldek yuzing jon pora-pora. Jigar ham qildi u jon pora-pora. Jonim ko'rgan jafoning mingda birin, bo'lur gar ko'rsa sandal pora-pora.
Külerde körsi ağzı birletişin, olur gülnarı xendan pare. Ne tan munda özün çok etsiğince, anındın boldu çendan pare. Bağrı kan kıldı erindi nur boldu, közümdü lətlu marcan pare. Sakakın kiş yakası öpkendin, canım çapı geryan pare. Köngül sekka gidek can birle razı, cigerini kılsı ol can pare. O şiirdeki izahatlarını okup ötey. Sendel degini tömürcinin sendeli deptu. Erindo degini lev kalpuk deptu. Sakakın degini iňikini degen gepken. Kiş degen juwa degen gepken. Geryan yığlıgıcı yığa deptu izahatda. Qara göz Malika şiirini okup bolup qandaqkan degende qilib Sultan Mahmudxonga ma'nilik qarab qo'ydi. Sekkaki Hazratimning yuragini par aylagan o'lgul sanam har qancha latofatli bo'lsa-mu, yana silning qo'llariga suv quyib berolmaydi. Dedi Sultan Mahmudxon kulib. Elimi Xudo saqlabdi. Navoda Sekkaki Hazratlari silning oyjamallarini ko'rgan bo'lsa, shu hamon jon taslim qilar ekan. Ol chaqda bundaq fasohatli she'rni yozish ul hazratga nasib bo'lmaydi. Yolg'on aytmaslar. Qandoq deydilar Malika? Sekkaki Hazratlarini mening jamolimni ko'rsa shul hamon jon taslim qiladi deydilar-yu. Ammo sizlar hech nima bo'lmadilig'amisa? Shunga deyman. Bir bo'lsa mening jamolimga bergan ta'riflari yolg'on. Bir bo'lsa men bo'lgan ishqlari yolg'on. Qorko'z begim shu gapni qilib bo'lib biliqqida kulib etdi. Sizlarga gap deb bermak haqiqatan taskin, dedi Sultan Mahmudxon va Qorko'z begimning qo'lini akilib ko'krikiga yoqdi. His qila oldim. Yuragimning quyoshdak tepdini. Ilmi ta'limga visollarga yetaladim. Shu vajidan hayot yashayapman. Sizlardan ayrilib qolgan kunim bu yurakni shu hamon so'qishdan to'xtaydi. Allah igen panahida saqlasin. Og'izlarini eshitmislar hazratim. U shiradagi qog'oz qalamga loppida qarab qo'yib so'radi. Nazmlar bitib qoldimi? Oyog'ini tushirolmayapman. Aslida sizlarga bo'lgan ishqimni mushu nazmam orqali izhor qilay degan edim. Afsus, bugun bo'lmaydigan o'xshaydi. Zo'riqqim kelmadi. Shundaqdimi Navoiy hazratlarining bir g'azali orqali ko'nglimni bildiray. Nazm Navoiy hazratimning bo'lg'ini bilan ishq xitobi on hazratimningdir. Qani marhamat qilg'aylar. Sultan Mahmudxon biroz o'ylanib olgandan keyin nazmni o'qishga boshladi. Kimga yatkay ishqi dardu dog'idan ofat ona, dog'i muhri saltanatdur dard erur sihat ona, ishq kuyi tufrog'i bir, kim yodur kim erur, yuz quyosh iksiricha balkim huzun qimmat ona. Ishq dayri bazmining singan safoli ichramay, kim ichur jamshidi jomin tanlamas himmat ona. Her çu bo'lgan toridur afloq qasirg'a kamand, o'lki bo'lsa ishq aski sholidan kisvat ona. Chun tushar oshiq taniga ishq o'tining shu'lasi, o'yla shohdur kim erur zar baftidan xil'at ona. Her sharar ul shu'ladan bir barq erur kim kul qilur, lam adin yüz şah taxtu tacni xirqat ana. Ishqoti boshiga tushgan kim ol uydan chiqsa dud, shoh zarrin toj ila chotriga ni hojat ana. Toji davlat bars ishq o'tidan olib bir sharar,
Bu ki örter özlekin, yetmesmi bu devlet ana. Saqiya bir bade tut, devzek otidek hirqati. Lik cennet kevseridek, liven ile seffet ana. Ta içip devzekge hem kirsem sirişkim seyledin, qalmagay xalq örtemekte şiddetu hiddet ana. Ey navayi nezmin esru sade erdi koydu yüz, şahi islahidin oncezid ile zinnet ana. Əmdi bu şiirdeki, bu nezmdeki sözlərinin izahatını okup ötey. Bəzilə belkim xatir qaldırıb, muş kitapdaki konu sözlerini hatırlap, mənlərini hatırlap mengvatqan boz gerek dep oylayman. Şunu bunu okup əmsəm bulmaydı. Sihat degenimiz, sihat degen salametlik, saqlıq degen sözken. Ben əmdi bir şiirlik sözünü, bir izahatını okuyuvermene. Fuzun, ziyade, köp, artıq. Dəyri, meyxana. Əflak, asman bələk. Şü'ləsi, ot yalqını. Xilət, tün. Ləmədin, şo'lidin, nuridin. Hirqət, köydürüş. Çatriğə, şahanı çedir. Şerer, uçkun. Bade, mey, şarap. Lek, amma, lekin. Sirişkim, köz yaş. Seyledin, kelkündin, seldin. Xalq, amma. Hiddet, ötkür, tez deyen sözleken. Nezmin anlap Qaragöz begim hayacanlanğan halda közüge yaş aldı. An Hazretimnin kemini acizesi şu kadar aqidi bağlap etibarlığına, köngül taxtidan orun berip söýgü ataqılığına mıň heş qallı. Hazretimnin ışık pıraqı misalı çoğu bolsa, keminenin ışık pıraqı misalı gülxandır. Işıqның dalili köyüş ve erimektir. Pervanığı köymek ve örtenmek adet. Bulbulga her qaçan Qızılgül ışqıdan alızar ve peryat çekişten özge imkan yoktur. An Hazretim kemini acizelerini aşı pidakar pervanı yoki sadaqatmen bulbul dep bilgeyli. Şu daqiqada Sultan Mahmud Xanmo ayajanlanıp ketken idi. O əmdil eğzi çıqı təmsilib duruşıға yügürüp digdek kelgen xas məhrəm egilip salam bədi. Qıbligahimға məlum boğay. Sultan Mahmud Xan biməhəl kelip keypini uçurğan xas məhrəmge alaydı. Nemi gəp? Valide-i Mehribanla qadam taşırıp qıldı. Analarının kelgenlikini anlap Sultan Mahmud Xan bəkmi təsadübiyle qeys qıldı. Ola əmdi can deməsmidi. Qandaqsıge. O xiyalının ahırını davamlaştırışqa rəğdi bamay aldırap sorudu. Xan analarım hazır nədə? Bu tərəpki kelib atıdı. Xas məhrəm qoyuq dəl dərəxlər arasıdaki tar bağ yoluğa boyundap qarıb etip davam qıldı. Kep qaldı yana. Sultan Mahmud Xan dəs ornudan turup məhrəminin yardımını kütmeyla beşiğa gühərdən köz qoyulğan səllisini kiydi. Yaqutdan köz qoyulğan altın kəmirini zərbab tonunun üstüdən bağladı. Yarışımlıq kiyinip olturğan Qaragöz begimmi qeynanalarının xəbərini anlap üstü beşini qaytıdan tüzəştirib ülgürdü. Onunğıca çoğun xanış İhsan Dövlətxinin bilən kiçik xanış Şah begim yetip geldi. Assalamu aleykum. Valide-i Mehribanlarımның altın boyları esenmekin. Sultan Mahmud Xan supudan pəski düşüp iki anasıga qol bağlap durup salam bədi.
Malika Qorko'z begim ildam kelib, avval Eson Davlat xonim bilan, ondan Shoh begim bilan quchoqlashib, mang'ziga yiqib ko'rishdi. Ikki xonish supiga chiqib o'tirgandan keyin qo'lini duoga ko'tarib Fotiha qildi. Ondan Sulton Mahmudxon bilan Qorko'z begimga o'tirishga ijozat berdi. Gerçi Sultan Mahmudxonning kichik xonish Shoh begim tuqqan bo'lsa-mu, Eson Davlat xonim cho'ng xonish bo'lg'achqa alohida hurmatlanadi. Azaldan egichi sonlardek o'tgan bu ikki xonish bir-birini bekmi hurmatlashadi. Shu sababdanmi ta hozirgacha o'rdadagi xeyli ko'p amirbaglar Sulton Yunusxonning 2 o'g'il, 5 qiz jamiyat farzandidan qaysisining qaysi xonishdan tug'ilganligini aniq ayriy olmaydi. Validay mehribonlarimni yo'l mangdirib qo'yibdiman. Xabar berib o'tgan bo'lishsizlar oldilariga baratdim emasmi? Dedi ishki onasining tarafbol kelishidan sal beaplik his qilgan Sulton Mahmudxon. Xon oliylarining Andijonga berishga cho'lisi tegmagashgan. Toshkentga kelishga vaqti chiqmasmikin deb qapdiq. Dedi xonish Eson Davlat xonim ta'na qilib. Sulton Mahmudxon aybkorlarcha beshini aydi. Yiliqi suxanchi amirlarning kuch ko'ritishi bilan Ashta qal'asiga hujum qilib, qal'adagi Andijon lashkarlarini tamomida qirib tashlagan Sulton Mahmudxon bilan yeznisi Umar Sayx Mirza o'rtasida qattiq adovat paydo bo'lgan edi. Shuningdek keyin ikki xonish Toshkent bilan Andijon o'rtasida xeyli qatrabmi o'g'li bilan kuyovli o'rtasidagi bu adovatni tugatishga amal qila olmadi. Uninggacha cho'ng kuyovli Sulton Ahmad Mirza Samarqanddan zo'r qo'shin tortib kelib qattiq yengildi. Buning bilan o'g'li bilan kuyovlari o'rtasidagi adovatlar texnik keskinlashdi. Ilmi yaxshi Xo'ja Abaydulla Eshonning oraga tushishi sababidan Qorko'z begim bilan Sulton Mahmudxonning beshi bog'lanib, cho'ng kuyovli bilan o'g'li o'rtasidagi adovat pasaygan bo'lsa-mu, kichik kuyovli Umar Sayx Mirza qaynonasi Sulton Mahmudxondan texchilik xafa edi. Sulton Mahmudxon ikki onasining zo'ri bilan Umar Sayx Mirzadan afu so'rab xat yozgan edi. Ammo Umar Sayx Mirza javob xat yozmadi. Haylidan Sulton Mahmudxonni mangu afu qilmaydigandek qiladi. Sulton Mahmudxonni Andijonga berib, Umar Sayx Mirzadan o'z og'zi bilan afu so'rashga ko'ndirilmagan ikki xonish maslahatlashib, avval o'zlari Andijonga boradigan, ondan og'rib qolgan bo'lib, Sulton Mahmudxonni Andijonga kelishga majburlaydiganga qaror qilishdi. Lekin bu chorami kor qilmadi. Butun Asiyoda Qorko'z begimga bog'lanib qolgan Sulton Mahmudxon onalarining salomatligidan ancha voyim yeb ansirab ketmagan, ularning Andijondan og'rib qoldiq deb avatgan xabarni esidan chiqarib qo'ygan edi. O'rdanimi, haramnimi tashlab turvog'idek qanchalik esil bog'ken deb tikanman. Haqiqatan esilligi borken. Dedi Shoh begim og'ringan holda. 6 oy yozdan beri xon oliylarining maylini tortib olg'ini yolg'iz mushi bog'li emasdi balkim. Qaynonasining o'ziga tortmilabatganligini sezgan Malika Qorko'z begim villada qizarg'inicha beshini teximi to'van soldi. El orasida xon oliylari harimini tark etibdi degandek fitnalar tarqalibdi. Bu degan xonlar uchun basi eg'ir haqorat. Eson Davlat xonim lomjim demay beshini aytgan pet o'ltirgan Sulton Mahmudxonga ish chog'irib qoldimi yoki bu yerda tanbeh berishni loyiq ko'rmadimi aytavur gapini to'xtatib das o'rnidan turdi. Bo'ldi. Bu yerda ko'p so'zlamay. Yursizlar keling qizim, haramga qaytaylik. Oldirmag'ayla valida, avval bir piyola choy ichib Shoh begim o'g'lining gapini bo'lib o'tdi. Bizga hordiqcha bargilar bo'lsa haramdirdi basla. Qorko'z begim Sulton Mahmudxonga yerning tegidan qarab qo'yib, qaynonlarga agashdi. Sulton Mahmudxon yana eg'iz ochsa, onalarini texim qattiq ranjitib qo'yishdan ansirab, lomjin demidi. Ikki xonish Qorko'z begimni o'zlarining mablariga soldi-da, o'g'liga qarabmi qo'ymay Toshkent tarafga qarab mangdi. Darhol Muhammad Husayn Mirzaga farmonimni yetkiz.
Dedi Sultan Mahmudxon nökeriga qarab. Barliq orda ahli xonishonlarimning istiqboliga chiqsin. Bosh ustiga. Nöker etini qo'yindek chaptirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Oqti chiqini. Etimni akelmay nadi yo'qoldi u kalva. Bir chetda qarab turgan oqtichi yugurib berib egar jabdoqlarga oltin kumush, durri go'harlardan ziynat berilgan otni yetilab keldi. Oqtichi degani maxsus xonning etini to'qish, tayyorlashga mas'ul xizmatkor debdi izohatda. On hazratimga maktub bor. Otqa minishga tamsilib turgan Sultan Mahmudxon bir necha daqiqa turib olgandan keyin kumush uzangiga dastlabli otqa mindi-da qo'l bog'lab turgan Hudaychibekdan so'radi. Kimdan kepti? Sarhatlarni qo'riqtuvchi sarkard Muhammad Shaybonixon janoblaridan. Orduga borganda ko'ray. Dedi Sultan Mahmudxon ancha qiziqmagan holda. Sarhat degan chegara degan so'zga. Sultan Mahmudxonning ishonchiga erishib olgan Muhammad Shaybonixon chegarani tinchituvchi sarkarlik martabasiga erishib, Turkiston tarafdagi qozoq sultonlari bilan tirkishyotdi va pat-pat ma'lumot yo'llab, bir tarafdan qozoq sultonlarini chiqishtirsa, bir tarafdan o'zining chegarani qo'g'dash jarayonida tortayotgan jafosini pesh qiladi. Yana bir tarafdan til yog'lamachilik qilib, Sulton Mahmudxonni maqtab uchratdi. Ostirdan uni Ömer Shayx Mirzdan faxas bo'lishga ogohlantirib, ular o'rtasidagi adovat o'tini ulg'aytishga tirishadi. Albatta uning yozgan xatlarining xeyli unumi bor edi. Muhammad Shaybonixonning ashundoq o't quyruqlik qilishidan aytavur Sulton Mahmudxon yeznisi Ömer Shayx Mirza bilan yorishib olish uchun chin ko'nglidan afu so'rash niyatiga kelmagan edi. Onalari majburiy etib ketgan Qorako'z begimdan birdamlik ayrilishga bardoshlik berolmagan Sulton Mahmudxon ularga yetishib olish uchun etiga qamchi soldi. Ochiq qamchi zarbasiga bardoshlik berolmagan turkman tulpiri qattiq bir kishini etib, ushqandek chetib ketdi. Chatqal tog'laridan asgan kuz shamolining ta'sirida sarg'aygan yopirmoqlar to'kilib, dal-daraxtlar yalang'ochlanishga boshlagan edi. Bargan siri samirib chos shakilga kirib qolgan Oyjamollig'icha putini sandalga tiqqanicha xiyol surib o'ltiradi. Sandal ichiga cho'g' selib, ustini yepib qo'yib, isinadigan cho'yin asvob debdi izohatda. O'jirning kungay tarafidagi derazaning naqshlik qopqoqlari shamol ta'sirida birda ichilib, birda yepilib, taraq turib ovoz chiqaradi. Ammo bu ovoz uning xiyoliga qilchilik daxli yetkazolmagan edi. Rahmatli murabbim ajab tez ketib qoldi. 4 o'g'il farzandim turib yolg'iz qolishimni o'ylamagan ekanman. 4 o'g'li bor onaning atrofida hech bo'lmaganda kelin navralar bo'ladigan. Lekin bu katta qasrda o'zim yolg'iz g'ayribsinib o'ltiribdiman. Qishimda na hamroh bo'lib halmon bo'ladigan kelin, na tatliq qiliqlar bilan ko'nglimni xush qiladigan navram yo'q. Qiyirg'anda nima kun bu? Yaqindan beri Oyjamollig'icha bo'lgan siri g'ayribsindigan bo'lib qolgan edi. Mehmondorchilik, to'y to'kinlarda bog'cha oyimlarning kelin navralar haqidagi og'rinish xushliqlarini anglasa, uning demi ichiga tushib ketadi. U bu paranglarga qaytilolmay, ko'ngli yerim bo'lib, baldurli qaytib keladi-da, o'z yolg'iz uzun xiyol surib o'tirib ketadi. Tunigunmi u qaysi bir og'chining Xonish Ison Davlatxonim bilan Shoh begimning sharbiga hozirlagan mehmondorchiligiga kayfi chog' berib, dilxasta holatda shumshib qaytib keldi. Mehmondorchilikda avval Sulton Mahmudxon bilan Qorako'z begimning parana bo'lindi. Ikki xonish Qorako'z begimni bir hazo og'ziga tegmay maqtashdi. Ondan keyin parang, kelin, kuyovul, navrlar ustiga yetkeldi.
Boshqa og'chi ayimlarmı gap oraliqida kelinlarining g'aybitini, ularni qandoq boshqarib adablaganligini, o'g'il yoki navrilarini o'ylamoqchi bo'lib, kimlar bilan xudlashmoqchi bo'layotganligini, bo'lg'isi kelinlarining chiroy, fazilatini, qizlari va navri qizlariga qaysi bag to'ri qasridan elchi kelganligini so'zlashdi. Faqat Oyjamal og'chilar boshdan oxir bu paranglarga aralashmay o'tirdi. Amirzodlarning to'y ishimi yaqinlashib qolgandi qachon? Xonish Eson Davlat xonimning tuyuqsiz so'rgan savoli xiyol surib o'tirgan Oyjamal og'chini tamtirtib qo'ydi. Bu u xonishga nima deb javob berishni bilolmay duduqladi. Xuddi yorisi totlangandek yuragi echishdi. Ikki o'g'liga texchilik kelin ditlamag'inidan xijil bo'ldi. Xonishning bu savoli Oyjamal og'chining ikki amirzodasini kuyovul qilib elish tamasida yurgan og'chi oyimlarga gap ko'chilashga fursat yaratib berdi. Marhum sar amirning yili to'shibmi o'tib ketdi. Endi amirzodlarni o'lik o'chaqlik qilish ishiga tutinsalar. Tezroq kelina kirib navri ko'mamdilar. Amirzodlarning ko'ngliga pukkini bormikan ya? Og'chi oyimni Qo'shqardan kelinakilamish deb angladik. Yo'qay, Turpondan kelinakilamish deb anglagan. 10 yiroqqa ko'z tikmisilimi Toshkentdan kelin tepilatdi. Bilmadik, Toshkent go'zallariga amirzodlarning mayli yo'qmikin? Amirzodlarning dimiqi uncha ustuna masdaq qiladi. Cho'ng amirzodi bilan xon oliylari xuddi og'i inladek yaqin o'tadigan desa, Nemili degan bilan ikki amirzoda ham istidodli ham vafodor yigitlardan bo'ldi. Ularga qarab kuyovul qilib og'iz keladi kishini. Oyjamal og'cha ularga nima deb javob berishni bilolmay o'ng'aysiz ahvolda qoldi. Amirzodlarning to'y ishini endi kayniga tatmisizlar, dedi Xonish Shohbegim. Shundoq, dedi Xonish Eson Davlat xonim. Toshkent tavasida qiz so'rab kimning ishkini qaqsilar, hargiz yo'q demaydi. Xonish Eson Davlat xonimning bu gapi tunigundan beri Oyjamal og'chining kollasidan yer ketmadi. Qasrga qaytib kelgandan keyin to'xtamay mushto'g'irlik xiyol surdi. Xonish oyimning bu gapida biror ma'no bormikin? Shundoq. Qiz so'rab kimning ishkini qaqsam yo'q demaydi. Rost. Xonish oyimning mutahiyotlik bo'lmagan ishki malikasi bor. Navad ularni amirzodlarimga so'rasam qandoq bo'lar? Ilk gapni oshmaliklarga ishora qilib deganmidi ya? Amirzodlarimning dadasi bilan marhum Sulton Yunusxon oliylari hayot bo'lgan bo'lsa, bu ishlarga mening boshqa turishimning hojati yo'q edi. Bir fursatni tepib osta purtib boqaymi ya? Avval cho'ng amirzodam Muhammad Husayn Mirzdan gap ep-beqib, ondan bir qarorga kelay. Qizi bor uy xon ko'riki debdikan. Uningdan boymi, gadoymi o'tadi. Amirzodlarimning xon sultonlarga kuyovul bo'g'ichligi bor. Oyjamal og'cha hasrat bilan ulug' kichik tindi. Mirza Abobakr xonga osiylik qilib Mo'g'lay suyarni egilib olmagan bo'lsa, enalarining ishiga ota o'rnida igdorchilik qiladi. Ömer Mirza Samarqandga bir berib olgunicha ikkinchilab qarisini ko'rsatmadi. Oyjamal og'cha marhum Soniz Mirzdan bo'lgan ikki o'g'lining esiga olsa, ichi ochiq hasratga to'ladi. Ayni yili Muhammad Haydar Mirza bilan Qashqarga borganida o'g'li Mirza Abobakrning ularning oldiga chiqish u yoqda tursin, xuddi jinoyatchiga muomala qilgandek ikkilarni bir yilgacha zindonga solganini o'ylasa, yuragi muzlaydi. Oshu vafosiz, rahimsiz o'g'lining sababidan ko'zi a'mo qilingan ikkinchi o'g'li Umar Mirzani esiga olsa, vujudini pushaymon, xijolat tuyg'ulari chirmab, yuragi echishadi. Keyingi vaqtlarda
u Samarqandda turayotgan o'g'li Ömer Mirzaga bir necha qitim xat yozib kechirim so'radi. Ammo bir parcha javob xat topshirib ololmadi. Samarqandga berib Ömer Mirzani ko'rib kelishga niyat qilgan bo'lsa-mu, Muhammad Haydar Mirza bekor avar bo'lala. Eng yaxshisi bormay qo'ysizlar, Ömer Mirza sizlar bilan hargiz ko'rishmaydi. Bilib turib dilxastliklarni ko'paytiramizlar deb oldini to'sigan edi. Hey Isit, shu chog'da nimishqimi bormagan bo'g'iydim. Ömer Mirza men bilan ko'rishni rad qilgan taqdirdim. Chiroyini ko'rib olatdim emasmi? Balki men bilan ko'rishni rad qilmasmi bo'g'iydi. Nimalar degan bilan men uning onasi emasmi? Endi boray desam, yiroq safarga taom yor bermaydi. Meni kechirsizlar o'g'lim. Oshchaqda o'g'lari Abubakr Mirzaga oshxatni yozmagan bo'lsam, sizlar bu oqibatga qolmaydi. Hammamiz o'g'larining savaldik. O'g'larining ko'nglining bunchalik qorliqini o'ylamagan ekanman. Qaysi bir ona o'g'lining istiqboli uchun boshqa turmusin. Yaxshi niyatim yomon natija berdi. Hujraga kirib kelgan xizmatkor ayol Oyjamol og'achining xiyolini uzib qo'ydi. Ma'lum bo'lg'ay, cho'ng Amirzodam keldi. Boshlab kirsizlar, dedi Oyjamol og'achi ko'z chanoqlaridagi yoshni ro'mlining uchi bilan surtib turib. Assalomu alaykum ona. Oltin bo'ylari esanmikin? Oyjamol og'achi bo'ybasti dodasi Muhammad Haydar Mirzani totgan o'g'liga mehri bilan qaradi. Kelsizlar, dedi u sal qimirlab qo'yib. Amirzodamning yodida men borkanman, ha? Muhammad Husayn Mirza onasining nima sababdan qaydab qolganligini bilolmay beshin aydi. Sizlarni qandoqmi unutib qolay, ona? Dedi villada qizirib. O'rdi ishlari bilan oldirash bo'lib qilib, oldilariga vaqtida salomga kelamadim. Janobi xon oliylari, bo'ldi, tushundirmisizlar. O'rdi ishlari bilan oldirashliklarini bilaman, dedi Oyjamol og'achi chiroyiga sus kulki yugurdi. Kelsizlar, yenimga kelib o'ltirsizlar. Muhammad Husayn Mirza o'ltirishga tamshil bo'lib, ehtiyot bilan so'radi. Biror zarur ish bormidi, ona? Zarur ishim bo'lmasa sizlar bilan muңdashsam bo'lmamdi ekan. Oyjamol og'achi yana qopqini turdi. Chaqirtmasam kelib qo'yaymi demaydilar. Endi qorlarini ko'z tupli yana nega oldiraydilar. Tanqislikda qolgan Muhammad Husayn Mirza oldirash tushundirdi. Xon oliylari bilan ko'rishga ahdlashib qo'ygan edim. Vaqtida bormasam oliylarga javob beramayman. Oyjamol og'achi o'g'lini yanada tutib qololmaydiganligini his qildi. Xon oliylarimiz, dedi u g'o'dirab, lekin gapining oxirini yutib etdi. Muhammad Husayn Mirza qo'l bog'liqnicha lomjin demadi. Shu topda u xeylidan beri onasi bilan qong'udak bir muңdashib boqmaganini esiga elib, qattiq xijolat tortib o'tdi. Bo'pti bosla, dedi ona o'g'lining yodonqi chiroyiga mehri bilan qarab. Ertagacha yenimda uzoqroq turg'udak bo'lib kelsizlar. Maslahatlarga soldigan muhim ish bor. Enalar Said Muhammad Mirzag'imi deb qo'ysizlar. Qishimga pat-pat kelib tursin. Barcha xaloyiq Oyjamol og'achining ishga amirzodasi bor deb menga havas qilishidi. Ammo olmon bo'lay desam birimi yo'q. O'rdi ishlar degan qiz tugamaydi. Ma'qul ana, sizlar o'zlarini asirsilar. Sizlarni yolg'iz tashlab qo'ygan bu to'lim xijilmi? Shuni bilsizlar bo'ldi. Hech bo'lmasa yenimda hamroh bo'ladigan kelinim bo'lsa-mu, buncha yolg'izlik tatmaydi. Muhammad Husayn Mirza onasining muddasini bilmagan bo'lib ijozat so'radi. Men mo'ngayimsa. Xudoyimga omonat. Yaratgan Alloh egam texim aziz qila. Muhammad Husayn Mirza onasiga salom bajar keltirdi-da, oldirash sirtqa mangdi.
Ordaga qarab ketib qolgan Muhammad Hüseyin Mirzning quliqida onasining hech bo'lmasa yenimda hamroh bo'ladigan kelinim bo'lsa-mu buncha yolg'izchilik tatmaydim degan so'zlari to'xtamay jaranglaydi. Orqasidan ergishib kelayotgan navkarlari uning xiyolga cho'kib ketganini ko'rib, xiyolini chalg'itishga petinolmadi. Elim onam ko'p sabr taqat qildi. Shuncha yo'g'on qasrda yolg'iz o'ltirib, albatta g'ayribsin dedi. İmanç özümni azaplayman. Hech bo'lmasa ko'ngil sirimni oshkorlasam xeyli yengillab qolatdim emasmi? Endi yana ishqilinib yurmay. Bu yaramsizligimni bilib qolsa Malika Xudnigar xonim qattiq umidsizlandi. Har qatim yozgan xatida meni rag'batlantirib kelyotdi. Mush ishda ajab bir qo'rqinchlik qildimi? Muhammad Hüseyin Mirza her qitim onasining ashundaq voysashlarini anglag'inida va yoki haramning qatmuqat egiz sepillar ichida o'ziga talmirib o'ltirgan Malika Xudnigar xonimni sig'inish ilkida xiyol qilganida o'zini to'xtamay ayblaydi. Ko'ngil sirini yoki onasiga yoki do'sti Sulton Mahmudxonga bildirilmay jili bo'ladi. Ish qo'tida puchilinadi. Onamning ranjishimi haq. Öyle bıçaklık buludğa vaxtımdan allaqachon o'tib ketdim. Malika Xudnigar xonimning gepini avval anamga aytganim tuzukmidi yoki Sulton Mahmudxon oliylarga aytganim tuzukmidi? Ishqilib, endi ikki doim bo'lib yuravermay. Qaysisiga avval deyishga fursat bo'lsa shuningday. Hey isi, bugun onam bilan obdan bo'lishadigan fursat keldi. Sultan Mahmudxon bilan ko'rishadigan ishni esiga olgan Muhammad Hüseyin Mirza etiga yengil qamchi soldi. U Sultan Mahmudxon bilan ko'rishga ahd qilib qo'ygan edi. Garchi xonning vaqtga ancha rioya qilib ketmaydiganligini bilsin, ammo burunroq berib xonni saqlamoqchi bo'ldi. Azaldan ordiyosini shundoq. Amir bo'g'ichi xonni saqlaydi. Xonning dal vaqtida kelish kelmasligi boshqa gap. Şahnishinning Kungay tarafidagi adolat saroyida Sulton Mahmudxonni bir osh pishim saqladi. Xonning xos kutubxonasiga yondosh joylashgan adolat saroyida ordining muhim lashkariy ishlari maxfiy kengash qilinadi. Shunga bu yerga Muhammad Hüseyin Mirzning boshqa har qanday amir sarkarda xondan ijozatsiz kirolmaydi. Sulton Mahmudxon taxtga chiqqandan keyin yaqin do'sti Muhammad Hüseyin Mirzaga o'zi bilan ijozatsiz ko'rishish ham kutubxona, adolat saroyi va haramning sirtiga joylashgan hujrasiga ijozatsiz kirishga alohida imtiyoz bergan edi. Bu hujrasining yeniga Muhammad Hüseyin Mirzaga hujra rasultib bergan edi. Mundaqcha aytganda, u Sulton Mahmudxon bilan hujrdosh edi. Sulton Mahmudxon gohi kunlari tang kechi bilan haramdan hujrasiga qaytib chiqadi. Shu sababdan Muhammad Hüseyin Mirza uni hujrasida yolg'iz qolmasin deb har kuni orda sirtidagi qasrga qaytmay, o'sha hujrasida qo'nib qoladi. Sulton Mahmudxon Qorko'z begimga uylangandan beri asosan hujrada qo'nmaydi. Buni ozdab orda ishlarini Muhammad Hüseyin Mirzaga tashlab qo'ydi. Dastlabki chog'larda xon oliylari hujraga kelsa yolg'iz qoladi deb qasrga qaytmagan Muhammad Hüseyin Mirza Әмділікте орды ішлерден бекар болалмай кеш қаладыда, еріп чарчыға вақтыда қасырға қайтып жүрмей, ашы өжірділі қонып қаладыған боп қаған еді. Шу себептен анысы Айжамалағычы білән пат-пат көрішке вақыт çıqıramайды. Сырттан келіватқан аяқ шәпісін аңлап, Sultan Mahmudxonning yetib kelganligini pəmlеген Muhammad Hüseyin Mirza dərs o'rnidan turdi. Onungacha bo'suqda Sulton Mahmudxonning xomsimiz gavdasi ko'rindi. Qibligahimga ehtirom bo'lg'ay, dedi u qo'l bog'lig'icha salom bajak keltirib. Ikkimiz xos qolgan vaqtda qoidiyusinga e'tibor qilmayli deb necha qitim deyman sana, dedi Sulton Mahmudxon ranjigandek qilib. Kechirgaylar oliylar, ko'nib qoptiman. Mana, askartib tursam yana jo'yligila turdim. Dedi Sulton Mahmudxon terkib. Kechirgaylar oliylari demay, kechirgin adash, endi diqqat qilay demamsan bundaq. Muhammad Hüseyin Mirza xildab kulibdi. Ondaq degining bilan boshqa amirbeglar anglab qoldigan bo'lsa,
Xon oliylariga hurmat qilmadi deb fitna qilishqil aram turishidi. Qaring nima? Dedi Sultan Mahmudxon. Ular men tugul soyamga qadamda bir ta'zim qilishqini bilan ko'nglida meni qanchalik hurmatlaydi Xudoyim o'zi biladi. Ha, xeyli saqlab qolding-ku deyman. Ikki osh pishim bo'ldi. Bekli hayal bo'lib qolding-ku. Nemisin deysan, adash? Shu xotinlarning qo'shilsa bo'lmamdi. Bu Döyremxon onlarim Andijondan bo'ri juvusini kiyib kelgandek qiladi. Ular Qorko'z begimni qasrga akrabog'imni ozdab, meni boshqa xonishbonlarim hamroh bo'lishga buyurdi. Ko'nglimga ayon, meni ularga osh kunlamchi xotinlarim chiqishtirib arz qilganga. Ular kimdan fatvo oldikin? Er kishi halol mazlumining harimini 6 oygacha tarkasi nikohi uzilib ketidi, halokat bosidi, ishlar ilgari bosmaydi deb beshimni o'choq etishdi. Ilojsiz haramdan chiqolmay osh xotinlarimning qasr orasida qatirab yurman. Muhammad Husayn Mirza Sultan Mahmudxonning bolalarcha totlishini anglab, o'zini tutib ololmay teliqib kulib ketdi. Kula, qonguch kulib oladash, dedi Sultan Mahmudxon bo'g'ilib. Ikki qiz tasalli berar desam, sana o'yin bo'ldi-da. Qorko'z begimning jamolini ko'migini mana bugun to'p-to'g'ri 10 kun bo'ldi. Nemish qamdi? Ajablanib so'radi Muhammad Husayn Mirza. Ya'ni shu xononlarimning to'sqinligi bo'lmamdi. Qorko'z begimni deb boshqa xotinlarim bilan koring bo'lmabdi. Bu ular adolatsizlik bo'ladi. Ko'ni og'chilarning rozi qilmay turib Qorko'z begimni ko'rishni ham xiyol qilma deb Qorko'z begimni yonlaridan bir qadam nari qilishmayotdi. Qorko'z begim muhayyo qilib men bilan ko'rishmayotdi. Buningmi ma'qul deb bul kunlamchi og'chilarni qasrga bossam, ularning holini demamsan texi. Qishimizga o'z ixtiyorlari bilan kelmadilar-yey. Xononlarimiz buyurmagan bo'lsa, Qorko'z begimni sildim majbur ayirib olmagan bo'lsa, qasrimizga hargiz qadam bosmaydilar-yey deb botnapli turishdi. Ularni bezlab aldab bo'lamayotman adash. Buni uvalchilik desang joyida bo'lmas adash. Xudoga shukr qilsam bo'g'idek. Son qaraganda mendek bechora bo'ytaqning hol ahvoli yaxshiroq ekan. Sultan Mahmudxon Muhammad Husayn Mirzaning chiroyidagi masxirni ko'rib, birdanla ta'rini turdi. Texi menga yestaslik qilyotgandikan desam, aslida masxir qilib o'tibsan-da. Yo'qsa, masxir qilmadim, haddimmi? Amis o'zingning bo'ytaqliqingdan datlab o'tibsan-da. Demsangmi men bo'ytaqku? Muddaing ayon bo'ldi, dedi Sultan Mahmudxon qapqini turib. Sening bo'ytaqliqingni o'ylamayla hol etib ketibdiman. Xotin haqning g'ovg'asini bo'ytaqlar nədin bilsin? Xato tushunma adash. Seni hargiz masxir qilmadim. Ammo qandoq tasalli berishni bilolmaginim rost. Qandoq qilsam dardingga darmon bo'lamankin tang. Bu so'zlaring behuda. Men xiyildan beri o'rda ishlarini songli tashlab qo'ydim. Ikkimizga muvaffaqatdan chiqqidek holmon bo'lishmoqli xiyil vaqt bo'lib qopti. O'zimning ko'ngil xushliqini deb seni esimdan chiqaribdiman. Ko'ngil maylimni o'ziga rom qilib olgan Qorko'z begimning ishq muhabbatini demagandim-u. Kat xudolikning taqazzosi bilan aramga kirib boshqa xotinlarimga hamroh bo'lishimga to'g'ri keladi. Sen bo'lsang o'jirda yolg'iz qilyapsan. Go'yoki qonalg'ida qonadiganlarning siyoqida qilyapsan. Bu do'stlik ahdiga xilofdir. Hargiz undaq dema. Do'stlik degan ana shunday sadoqat, aqida bilan maqomga yetadi. O'rda ishlar bilan band bo'lib ketib o'z ishingga vaqt chiqaramagining rost. Men har kuni haramda og'jibonolarimning quchqida lazzatlanib yotganimda, sening bu hujrada yolg'iz yotadiganingni o'ylashim kerak edi. Senmi o'ylanishing, go'zal mahbubning quchqida rohatlanishing, ayollik lazzatidan huzur surishing kerak edi. Alloh xolisa, bu ishga bugundan e'tiboran boshqatirman. Sultan Mahmudxonning astoydil javobidan Muhammad Husayn Mirza xeyli o'ng'aysizlandi. Haras, maslahatlashadigan muhim ish bor deydigan, so'radi Sultan Mahmudxon. Tosh qoptiman muhim ishni unutib qolg'ili. Muhammad Husayn Mirza qo'ynidan bir poch xatni elib Sultan Mahmudxonga tangladi. Qozoq sultonlaridan kelgan maktub ekan. Avval ko'rib baq. Sultan Mahmudxon xatni elib o'qishga boshladi.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüksek saltanat egisi ve tajdori, adil adolatning homiysi, do'stlik, yaxshilik, mardlik taxtining sohibi, Janobi Sultan Mahmudxon oliylarga yetib ma'lum bo'lganki, ushbu kunlarda bir to'p lashkarlar tasarrufimizga pat-pat bostirib kirib, al uluslarimizga ig'vogarchilik qilyotdi. Buningdan avom ra'yatining mol joniga ziyon zahmat yetib, saltanatimiz xotirjamsizlanmoqda. Oyg'oqchilarimizdan ul ig'vogarlarning boshchisi Muhammad Shaybonixon ekanligini, uning oliylarining himmati bilan sarhadlarni qo'riqtuvchi sarkarlik martabasiga noil bo'lganligini bildik. Xon oliylariga qorong'i bo'lmasi kerak. O'z vaqtida ul Muhammad Shaybonixonning buzruk bobisi bo'lmish Sulton Ubulxayrixon bizning boboy buzruklarimizning tasarrufiga yo'lsizlarcha ta'arruz qilib, taxt saltanatni vayron qilib, ularni jaloi vatan bo'lishga majburlagan edi. Jaloi vatan, vatansizlik, sarsonlik debdi o'zi hatto. Xudoga 100 ming qatli shukrki, shul chog'da marhum xon tog'lari Sulton Isom Bug'axon oliylari qarindoshlik, do'stlikni a'lo bilib, ul buzruk xon otalarimizga himmat qo'lini sunib, o'z tasarrufidan vaqtliq makon hadiya qilgan ekan. Keyingi vaqtlarda rahmatlik otlari Sulton Yunusxon oliylarimo inisining yetkazgan mehr shafqatini texmi voyaga yetkazib, bizga shafqat marhamatini oyimay keldi va balki bizni o'z qarindosh qatorida ko'rdi. Allah bugungi kunga kelganda xon oliylari ul ota dushmanimiz bo'lmish Ubulxayrixonning navrisi Muhammad Shaybonixonga parvish qilganni oz deb, behisob lashkar bilan Turkistonga avatib bizning muqobilimizga qo'yiblar. Albatta har bir saltanat sohibi o'z hududlarini bahodir sarkard lashkarlar bilan qo'riqtimiga zarur. Bu ham avomning xotirjamligi, ham taxt saltanatning osoyishligi uchundir. Ammoki ul Muhammad Shaybonixon bo'lsa, sarhadga qo'riqchilikni qilmay, hadisi tasarrufimizga lashkar avatib, avom ra'yatni bulang-talang qilib, hatto qatl-om qilib, to'xtamay parokanda qilyotdi. Bu biz uchun chidag'usiz haqoratdir. Garchi bizda ularning muqobilasiga chiqqidek jasorat hamlash kerak kuch bo'lsa-mu, yanala sagni ursang egsiga bog' degan tamsil bo'yicha avval o'zlariga ahvolimizni bayon qilmoqni loyiq topdik. Sag degan it degan so'zkan. Balkim orliq yiroq bo'lg'achqa bu ahvollardan bexabar bo'lishlari yoki ul Shaybonixon qilmishini yo'shirgan bo'lishi mumkin. Shunga oliylarning ushbu ahvollarni vaqtida tahqiqlab ko'rib, tadbir qo'llanishlarini talab qilamiz. Shuni misallarga selishni loyiq topdikki, ul Shaybonixonning bobisi bo'lmish Ubulxayrixon o'z vaqtida bizning otimizga emas, silining otalariga raqiblik qilichini debayligan va shu sababli ul Shaybonixonning tog'isi Burush o'g'lan Sayhun daryosining bo'yidagi Qorto'qay qishliqida jannat makon otalari Sulton Yunusxon oliylarining adolat qilichida o'lim sharbatini tetigan edi. Balkim sizlar mardlikni a'lo bilib, adovatni unutib ketgan bo'lishlari mumkin. Ammo Shaybonixonning ul qisosini unutib ketishi notayin. Shunga basi ehtiyot qilg'aylar. Danışmanlar aytdilarki, yomonlarga yaxshilik va karam, yaxshilarga zarar va alamdir. Mushkil rioyat kaptarga ofatdir. Rioyat degan so'z e'tibor qilmoq degan so'zga. Rivoyat degan e'tibor qilmoq degan so'zga. Tulkining ta'rifini elish, tovuq tuxumini quritib etish demakdir. Do'st yig'latib etar, dushman kuldirib debdigan. Mushunchalik bayon aylay. Xon oliylari aql farosatda kamolat sohibidir. Adolatli hukm chiqarganliklariga ishonchimiz komildir. Inshaalloh davlat dunyolari saltanat tasarruflari ma'mur bo'lg'ay. Nomi tamom, vassalom. Sulton Mahmudxon xatni o'qib olib bir bas xiyol surgandan keyin Muhammad Husayn Mirzadan so'radi. Sen bu maktubga qanday qaraysan? Muhammad Shaybonixon huquq doirasidan chatnab ketibdi. Kesibli hukm chiqarayotdingmi qandaq? Maktubda aniq turmamda ana, dedi Muhammad Husayn Mirza. Bu degan qozoq sultonlarining shikoyati, dedi Sulton Mahmudxon parvosizlik bilan. Har kim birovning ustidan shikoyat qilsa yaxshi gapini qilmas.
Sence ular töhmet qilganmidi? Ehtimal. Ol Qozoq sultanlarının başqacha g'arzi bordu, dedi Sultan Mahmudxon o'ychanlik bilan. Qursqida jin bo'lmasa sarhadga lashkar turg'izg'inimizga bunchalik aloqsadi bo'lib ketarmidi? Mening qo'limdami Muhammad Shaybonxonning xati bor. Uningda deyilishicha, ol Qozoq sultonlari allaqandoq lashkari yurish uchun hozirlik ko'rayotganmish. Ular egichilarimning kuyovlari bo'lmish Sulton Ahmad Mirzo, Ömer Shayx Mirzo bilan xufiyona xat aloqa qilishayotganmish. Kim biladi? Qasdi Toshkentdimi texi? Dalil isboti bormikan? Shaybonxonning bir poch xatiga ishinib oldirib hukm chiqarma. Rost aytsan, bir poch xatga qarab hukm chiqarish aldiraqsonlik bo'lur. Shuni senmi Qozoq sultonlarining buni bir poch xatiga oldirib ishinib ketmay adash. Lekin Qozoq sultonlarining saltanatimizga bo'lgan do'stligi sinoqdan o'tgan, dedi Muhammad Husayn Mirzo qoyil bo'lmay. Uning ustiga Sulton Ahmad Mirzo bo'lsa, sana ham yezna, ham qaynota. Ömer Shayx Mirzoni o'z og'on qatorida ko'rsangmi arziydi. Muhammad Shaybonxonga kelsak, shundoq Shaybonxonga oldirib ishonmasligim kerak. Chunki o'ttirimizda ota buzruklarimizdan qolgan qisos adovat bor. Ammo sangmi ayon, uning sadoqatini sinqimizdan o'tmagan deyolmaymiz. Onun sebebinden uzoq yili Janobi qaynotam Sulton Ahmad Mirzoning lakmin kishilik lashkarining hujumini o'ngishliq mag'lub qila oldik. Bo'lmas ikkimiz bu chaqqa qaysi kunlarga mubtalo bo'lar edik. Sulton Mahmudxon o'sha qitimliq jangning nusratini hadislar Shaybonxonning sababidan qo'lga kelgan deydi. Bundaq chaqda Muhammad Husayn Mirzo o'l chaqda Shaybonxon bo'lmasmi jangda nusrat qozonoladi demoqchi bo'ladi-yu, Sulton Mahmudxonning o'zini Shaybonxondan ajr to'kib talashdi deb qilishdan ansirab lomjim demaydi. Xonni bunda xato to'g'iga Mirzo Nig'mat Pasha qatorliq xushomatchi amirlarning keltirib qo'yganligini hargiz bilmaydi. U Sulton Mahmudxonni osonlikcha qoyil qilolmaydiganligini his qilib, yana sukut qilishga majbur bo'ldi. Orni bir hazo jimjitlik bosdi. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib turaylik, dedi Sulton Mahmudxon oradagi sukutni buzib. Sen mi gapingni chintira olma. Avval oyg'oqcha avatib tahqiqlab, ondan qaror chiqaraylik. Qandoq dedim? Bu gapingmi o'rinliq, dedi Muhammad Husayn Mirzo. Ammo har holda Muhammad Shaybonxonni bek mayliga qo'yib etmaganimiz tuzuk. Hozir uning ilkida bir tuman xillangan lashkar bor. Anglashimcha Dashti Qipchoqdagi Enis Mahmudxonning ilkidimi xeyli ko'p lashkar bormish. Navoda oliko'ngillik qildigan bo'lsa, bu lashkarlar bilan bizga xeyli cho'ng parokandachilik deb beralaydi. Tizginini tatib turgan yaxshi. Yura, bog'i eramga berib sharob ichkashmoqchaydi, dedi Sulton Mahmudxon Muhammad Husayn Mirzoning taklifiga inkos bildirmay. Bugun haramga bormamsan? Oldirishim yo'q. Borsam yana shu xotinlarning kishini bezor qildigan kot-kotlari. Hammasi mening qasrimdan chiqmaysan, boshqa oqchilarning qasriga bormaysan deydi. Har qancha qilsam ularni rozi qilib bo'lolmayman. Adablab qo'yay desam, xon onlarimning balasi qolaman. Ular qora ko'z begimni ko'zir qilib adibimni bermoqchi. Bo'ldilar. Bu bosh og'riqlarimni har qancha so'zlab bersammi tushunmaysan. Senmi o'ylangandan keyin ondan bilib qolarsan. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'laysizlar.